Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlar bilan Epson printerlarini oson va uy sharoitida bemalol uстановка qilib o'rganamiz. Buning uchun biz internetdan Epson qanaqa markali L300 1800 markasini yozib, driver deb qidiramiz. Qidirib, bu driverni sketchet qilganimizdan keyin mana bunda zip fayli paydo bo'ladi. Zip faylni avvalo fayl qilib olamiz. OK beramiz. Mana zip fayl bizga papka shaklida ochib berdi. Keyingi navbatda kompyuter upravleniyaga kiramiz. Kirganimizdan so'ng bu yerda dispetcher ustroysi bo'limiga kirib, mana bu yerga programma ustroysiga bossak, mana Epson bizda L300 seriyali turibdi. Bunga обновить driver qilamiz. Night driver usul kompyuter. Mana bu yerdan obzordan biz qidiramiz. Biz bu yerdan xo'sh. Robot soat tanlaymiz. Mana okay. Robot soat tanlaganimizdan so'ng OK qilamiz. So'ngra dalil tugmasini bosamiz. Robot soat tanlaganimiz sababi biz programmamizni robot soatga mana bu yerga tashladik o'sha uchun. Uстановка bosamiz. Hozir uстановка qilish jarayoni ketmoqda. Shu sababli ozgina vaqt olishi mumkin. Mana bo'ldi. Mana shunaqa chiqsa, demak uстановка bo'lgan bo'ladi. Biz buni uстановка bo'lgan qaydan bilamiz? Zakret bosamiz. Buni chiqib ketamiz. Bitta papka ochamiz. Word. Xohlasangiz PDF. Ixtiyoriy. Bu shaxsiy o'zimni kompyuterim emas, taxlab bergan kelganman. Shu sababli kompyuter o'zim eski va qotyapti. Bu yerdan keterilib pinni bosib, bu yerdan tanlaymiz. Mana aka, Epson L300 va pechatga beramiz. Bu ish chiqib qoladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kimga qanaqangi video kerak bo'lsa, savollar bo'layotgan bo'lsa, aytsangiz, hammasi to'g'risi video qilib, qanaqadir kompyuteringiz, printeringiz yomon bo'layotgan bo'lsa, taxlab o'rgatishga harakat qilaman.